مرحبا مرحبا يا شهر رمضان مرحبا مرحبا يا شهر التراويح والتسابيح وختم القرآن. Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. 11 oyning sultoni bo'lgan Ramazon oyi yetib keldi. Jami hamdosana barcha mavjudotni yo'qdan bor qilguvchi, o'lik tuproqqa jon kirgizguvchi, azaldan bor va abadil abad bor bo'lguvchi yegona va karamlik Allohga xosdir. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, u zotning oil tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud va salomlar bo'lsin. Aziz qarindoshlar, Allah azza va jalla umr berib, balog'at yoshiga qadam qo'ygan har bir o'g'il qiz, ayol musulmon uchun hijriy yil bo'yicha yilda bir keladigan Ramazon oyining farz ro'zasi va yilning qolgan 11 oyidagi sunnat, mubah ro'zlar ushbu qisqagina hayot safarimizning muhim tarkibiy qismlaridandir. Islom kalendari yoki hijriya taqvim bo'yicha Ramazon ro'zasi hijriya 2-yili Sha'ban oyi, milodiya 624-yil fevralda farz qilingan bo'lib, Ramazon ro'zasining farz ekanligi Qur'on Karim, sunnat va ijmo bilan mutlaqdir. Roza Qur'on Karimda som yoki siyom deb kelgan. Tilimizdagi roza atilg'usi fors tilidagi rozadan kelgan bo'lib, kunlik degan ma'nodadir. Ota-bobolarimiz bo'lsa qadimda ro'zga bachaq, ro'z tutishga bachaq, bachamoq degan ekan. Biz tövəndə huzuringlarga Saja İslam Tədqiqat Mərkəzi tərəfindən nəşr qılınğan Doktor Abdülaziz Mustafa Kamilning Rozining Ruhi və Ma'nilari nomli əsərini ushbu muborak Ramazonda bu qismdan boshqa 30 qismga bo'lib ovozliq va silliq shaklda huzuringlarga sunishni muvaffaq ko'rdik. Shu munosabat bilan ushbu asarni tarjim qilgan Muhammad Tursun Yusuf qarindishimizning ilmi va vaqtiga barakat tilaymiz. Shundaqla asarning eng yaxshi shaklda nashr qilinib chiqishiga boshdan oxir izchil yetakchilik qilgan ustoz Doktor Abdulaziz rahmatullohga tahsin o'qish bilan birga najizona emgikimizni o'quvchisiga foydali qilib berishini qodir va xoliq Allohdan tilaymiz. Ulug' va abadiy zot Allah Taala tavba qilib olishimiz, istighfar aytib olishimiz, ne'matlarimizni aslab shukronalarda bo'lib olishimiz uchun biz bandalarga orqama-orqa keladigan faziyatli fasllarda o'z rahmatining mayin shamollarida salqindaydigan va ilohiy mag'firati qo'lga keltiriladigan mustasno damlarga o'zimizni ataydigan xos kunlarni tanlab berdi. Allah o'zining qudratini aslamoqchi bo'lganlar yoki o'zining ne'matiga shukr qilmoqchi bo'lganlar uchun kecha bilan kunduzni almashib turadigan qilib berdi. Durud va salom ibodatgo'ylarning imomi, Allohni ko'p zikr qilguvchi va doimo shukr aytquchilarning rahbari, xaloyiqqa oxiratini gullantirishda dunyosini qandoq bo'ysundirishni, shundaqla din va dunyoda tangli g'alaba qozonish uchun yaratquchisini qandoq rozi qilishni o'rgatuvchi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga bo'lsin. Shubhasizki, bu fasllar Allah o'zining qudratini aslamoqchi bo'lganlar yoki o'zining ne'matiga shukr qilmoqchi bo'lganlar uchun degandek har yili takrorlanadi. Jumladan Allah Taala ulug' va qadrli qilgan, ro'za tutgan va kechalari qiyom turganlarni sharafli qilgan, ro'zadorlar uchun boshqa oylarda bo'lmagan son-sanoqsiz ajr mukofotlar va'da qilinib, alohida qilgan Ramazon oyi ana shu har yili keladigan fazilatli fasllardandir. Bir hadisi qudusida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Allah Taolaning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Odam balasining qilgan amallarining hammasi o'zi uchundir. Yaxshiligining mukofoti 10 asrdan 700 asrgachadir. Faqatla roza men uchundirki, banda shahvatini, yemak-ichmakini meni deb tark etganligi uchun uning mukofotini o'zim beraman. Aytib o'tganimizdek, rozadan boshqa butun amallarning mukofoti 10 asrdan 700 asrgacha asrlanishi mumkin. Lekin roza bo'lsa sabr bilan qilinadigan ibodat bo'lganligi uchun uning mukofotining asrlanishi ma'lum chek yoki sanoqqa sig'maydi. Chunki sabr qilg'uvchilarga hisobsiz ajr beriladi deyilgan. Zumar surasi 10-oyat. Yuqorida bayon qilingan alayliklarga qo'shilib, makon, zamon va
inson qatorliqlarning sharafli bo'lishi sabablikmi ro'zaning mukofoti aslanadi. Makonning sharafli bo'lishi. Taat ibodatlarning bo'libmi namozlarning sharafiga atoyin safar qilinadigan Makka mukarramadagi Masjidi Haram, Madina Munavvaradagi Masjidi Nabaviy va Muborak Quddusdagi Masjidi Aqsodan iborat 3 masjidda o'qilishi va o'rindilishi degandek. Zamonning sharafli bo'lishiga kelsak, 12 oyning ichida Ramazon oyidanmi afzalroq oy yo'qdir. Hatto bu oyning har kunduzi va har kechasimi fazilatda bir-biridan farqlidir. Bo'libmi oxirgi 10 kun ushbu oyning eng afzal kunlaridir. Bu 10 kunda qilingan solih amallar zamonning sharafi bilan qatma-qat aslanadi. Hazrati Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ushbu 10 kunda ibodat babida boshqa vaqtda ko'rsatmagan tirishchiliklarni ko'rsatdi. Muborak qadr kechasi bo'lsa, bu 10 kunning eng afzalidir. U kechada qilingan solih amalning mukofoti aslanishda hatto 1000 oylik ibodatdanmi afzaldir. İnsanның sharafli bo'lishi. Bu bo'lsa taqvodorlik bilan bo'ladi. Shubhisizki, Alloh faqat taqvodorlardanla qabul qiladi. Taqvodorlik sharaflik va hurmatli bo'lishning asosidir. Haqiqatan eng taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblanasizlar. Ya'ni kishilarning bir-biridan ortiq bo'lishi nasab bilan emas, taqvodorlik bilan bo'ladi. Bu ummatki boshqa ummatlarga qaraganda texmi taqvodor, qalbi texmi pokiz, iymon va savob talab qilish jihatda eng tirishchan bo'lganligi uchun boshqa ummatlardan fazilatli qilindi. Ey ummati Muhammad, sizlar insoniyatning manfaati uchun o'ttirg'i chiqarilgan, yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon aytadigan eng yaxshi ummatsizlar. Agar ahli kitob, ya'ni Yahudiler ve Nasaralar iman etsa, ya'ni Muhammed aleyhisselam'a nazil qilingan vahiyga ishonsa, ular uchun dunyo va oxiratda albatta yaxshi bo'ladi. Ularning ichida mu'minlarmi bor? Ularning to'lisi fosiqlardir. Shubhisizki, Alloh taolo Muhammed aleyhisselamning ummatidan chiqqan ibodatgo'y abidlarning mukofotini o'zgacha fazilat va sharaflari bilan boshqa ummatlardan chiqqan abidlarning mukofotidan natjasi ortiq qildi va bu ummat barcha ummatlarning eng oxirida kelgan bo'lsa-mu, fazilatda eng boshda qildi. Hadis sharifda Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Bizlar dunyoga eng oxirida kelguchilar, qiyomat kuni eng boshda bo'lguchilarmiz. Kishi taqvoliq cho'qqilariga yamish orqali sharaf darajalariga o'rlagan vaqtda salih amallarning ajr mukofoti aslab eshishga boshlaydi. Roza taqvoliq amallarida ustun darajalarga o'rlash uchun yo'l qo'yildi. Shundaqla roza bەjايىكى bەйگىگە چۈشكۈچىلەر uchun bir bەيگە mەيدانى, ئەجىرلىرىگە قىزىققۇچىلار uchun bir پۇرسەت بولدى. Ey مۇئمىنلەر, گۇناھلاردىن ساقلىنىشىڭلار uchun سىلەردىن ئىلگىرىكىلەرگە, ya'ni ilgirki ummatlarga roza farz qilingandek, sizlarga Ramazan rozasi farz qilindi. Taqvoliqni hosil qilish shuningga yarasha niyat, amal va axloqlar bilan ro'yobga chiqadi. Taqvoliq bo'lsa, barcha niyatlari, amallari va axloqlari bilan bir butun holda ro'zining maqsadidir. Ramazan oyining o'ziga taalluq amal va ibodatlari to'limi ko'p va xilma-xildir. Shuning uchun ro'zlar qimmatli vaqtining har doimdagidek turli hayot mashg'uliyati va dunyoning turli shahvat, rangarang o'yin tomoshalariga cho'kish bilan zoya bo'lib ketmasligi uchun ushbu sanoqli kunlardagi cheklik soatlardan tugal foydalanish, shundaqla ibodatlarni uzluksiz davomlashtirishga turtki bo'lguchi ruhga ehtiyojlidir. Bizlar xushalliq va xofliqning sinoqlari haqiqatan ko'p bo'lgan bir zamonda yashamoqdamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u kunlarda amal qilg'uchiga sizlarga o'xshash amal qilgan 50 kishining ajr mukofoti beriladi deb xabar bergan savr taqat kunlari dal mushkullar bo'lsa kerak. Ushbu kunlarda ishlarning kundan kunga yomonlashib, ko'p kishilarning fitna fasodga qurbon bo'lishlari, o'lish, o'ltirilishning ko'p yuz berishi, Rasululloh alayhissalom har jadaslarida bergan bishoratlarni beixtiyor asga soladi. Payg'ambar alayhissalom
Vaqt bir-biriga yaqinlashib ketmaguncha, fitnalar oshkora bo'lmaguncha, harj ko'payib ketmaguncha qiyomat bo'lmaydi degan edi sahobalar. Harj degan nima deb so'rashdi. Payg'ambar alayhissalom odam o'ltirish dedi. Darvaqa vaqtning barakatsizligi, toat amallarining aziyib ketishi, xayr ihsondan yiroqlashish va yomonliklarga boshchilab kirib ketishlar bo'lsa, Payg'ambar alayhissalom harj deb sifatlagan fitna zamonining ko'rinishlaridandir. Shuning uchun bundaq zamonlarda ibodatga yuzlanishning boshqa vaqtlardagidan farqli bo'lgan aloyiligi bor. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Fitna zamonida ibodat qilish menga hijrat qilish bilan barobardir. Muborak Ramazon oyi shart-sharoit qandoq bo'lib ketishidan qat'iy nazar, fitna buhronida tizginidan chiqqan nafsni ibodatga ko'ndirish uchun cho'ng fursatdir. Bu niyat bilan ibodat qilguvchi hadisda ko'rsatilgandek ilgiriki o'tgan va kelgusida keladigan barcha ummatning rahbari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hijrat yurtiga hijrat qilgan avvalgi muhojirlarning ajriga erishishi mumkin. Mazkur asarning maqsadi hargizmi sohalari va mutaxassislari boshqa bo'lgan hukm, fatvo masalalarini bayon qilish emas. Balki bizlarda yilning hamma oy va kunlarda toat ibodatga qarata alohida bir turtki kuchning yetilishi uchun o'z nafsimizga va barcha insonlarga ushbu muborak oyda qiling'usi toat ibodatlarning ruhini aslatishdir. Shundaqla nishonimiz toat ibodatlarimizning namoz, roza, haj va dunyo oxiratga doir hamma ishlarda talab qilingan qulluqning ko'pincha ma'nolaridan yo'qsul odat xarakteridagi puchak bir ishga aylanib qolmasligi uchun ibodat amallarining haqiqiy ruhini qaytarib kelishga yordam beradigan qiziqtirg'uchi, mo'rti kelganda qo'rqitquchi omillarni ham bayon qilishdir. Ey Muhammad, aytqinki, mening namozim, qurbonliqim, hayotim va mamotim, dunyoda qilgan yaxshiliklarim va toat ibodatlarim olamlarning parvardigori Alloh uchundir. Allohning sheriki yo'qdir. Men mushuningga, ya'ni yolg'iz Allohga xolis ibodat qilishga buyurildim. Men musulmonlarning avvaliman. Ibodatning ubudiyat, qulluq taqozosi bo'yicha ado tepishi uchun shu ibodatning haqiqiy ruhi va chin ma'nolarini to'nib yetish kerak. Shuning uchun Ramazonning ruhi va uning ma'nilari nomli ushbu kitob shu maqsadga otlanish safarining boshlang'ichidir. Tilakimiz Alloh egam putmas ne'mati va tugamas karami bilan shu maqsadimizga erishtirgay. Shundaqla Haq Taolo egam bu kitobning davomi sifatidagi ibodatning ruhi va uning ma'nilari nomlangusi kitobimizga muvaffaq qilgay. Allohning rahmati va salimi Muhammad alayhissalomga, oila tavobiatlariga va sahobalarga bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.